Kılam sana iyi şehit barın yigiti. Sen bilen tiriktur Uygur himmeti. Ta ebed öçmeydu izin şöhreti. Şehitlik yolundur ümmet ümidi. Yürmektimiz izindin barın yigiti. Barın inkılabi, barın cihadi, barın şehitleri. Mana bular bizning ko'nglimizning eng töredin o'rin olgan ve daim tilimizden düşmeydiğen kahramanlarımızdır. Hiyalimizde canlandığını bolsa en hürmetlik obrazlardır. 1990 yılı 5. April günü ulug' ve mukaddes vatanimiz Şarkı Türkistan'da 20. asrning 2. yarımida, yani 1933 ve 44 yıllardaki iki qıtımlıq cumhuriyet kuruşdan ibaret şanlıq tariximizden keyinki en çoğun galbimiz boldu, barın cihadi. Gerçi bu tarixte biz Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetimizni ve ikinci qıtım kurgan cumhuriyetimizni qayta kuralmagan bolsak mı? Ama biz müstakillik bolgan teşnalıqımızını, zalimgi bolgan qarşılıqımızning mengü devam qiladiganligini, bizni qanchalik aldısımı, yili nayrang bilan ko'z bo'yisimi, aqlimizga sapsatalarini ukul qilib ursimi, tariximizni o'zgartib, familiyamizni almashtirib, bizga yangidan qanchilgan ism qo'ysimi, bizga shirin shakar so'z qilsimi, yoki beshimizda tikilib, ko'zlarimizga begizda qadilib, tapallarimizga meh qaqsimi, ona qarnidagi bolalarni yerib elib, tiriklerini qaynoq suvga paturib, o'ltirib tugatmoqchi bo'lsimi, ne yalgan yavidiqqa ishinadigan, ne uyushib qolgan yerimizda mugdab qoladigan, ne hili mikir tuzoqlarga dum tushadigan bir millat emasligimizni jon bersakmi, qon bersakmi, ochliqdan, zulmdan o'lsakmi, qat'iy bosh egmaydiganligimizni, bizning beshimizni egib üstümizge dessimi, ruhimizga hergiz kishen salalmaydiganligini jakarlagan, manevi mustaqilligimizning abadiylik g'albisini qo'lga keltirdik. Bu g'albimizni ishg'oliyatchi Xitoylarga emas, oldi bilan tumirida Sharqi Turkistonlikning pok qini bo'lgan barliq qarindoshlarimizga jakarlagan bo'ldik. Hamda yana özlerini bizge hükümran dep çöçürünü ham sanıgan Xitay tecavüzçileriga, bu millet Xitayning qo'lida assimilasiya bo'lib ketdi yoki bo'lib ketidi deb bizni sal chaqlab qolgan butun dunyoga jakarlagan bo'ldik. To'g'ri, ular bir qancha yuz kishilik mujohidlar edi. Xitoyning milliardlarga yetgan soniga qaraganda bepoyon dengizdagi bir tomchi suv, bepoyon cho'ldagi bir tane qum donchisidek oz edi. Biroq ularning iymoni Bedir arslanlarının imanı idi. Ularning Allohga tavakkuli, Musa alayhissalamning qavmini boshlab, Qizil dengiz bilan orqadan qo'g'lab kelayotgan Fir'avn qavmi arsida qolgan chog'dagi taqdirini Allohga havola qilgan iymon va tavakkul edi. Ularning taslimiyati Allohning amri oldida o'z o'g'liga pichoq surgan İbrahim alayhissalamning taslimiyati edi. Ularning jasorati bo'lsa, Jalutga qarshi kichik Davud alayhissalamning ragatki bilan tosh atgan chig'idagi jasorati edi. Ularning shahodatga bo'lgan tashnoligi bo'lsa, Badrdagi, Uhuddagi Hamzalarning, Mus'ablarning, Sa'd ibn Abi Waqqaslarning, Talhalarning va qanchilgan sahobalarning shahodat ishqi edi. Umidi bo'lsa, Payg'ambar alayhissalom bilan jannatda Jamolullohni birga ko'rish edi. Dunyodagi g'oyasi bo'lsa, xalqiga mustaqil bir Sharqi Turkiston davlatini qo'lga keltirib berish edi. Ular dushman sonini bilatdi. Dushmanning qo'ral kuchini bilatdi. O'lmay tutilib qolsa, qandoq ig'ir qiyin qistoqqa qoladiganligini ham bilatdi. O'zlari bilanla emas,
xalqining beshiga ig'ir oqibatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkinligini faraz qila oladi. Biroq ehtiyotning chora emasligini, zulmga sukut qilishning joiz emasligini, zolimga to'xta demaslikning mustahkam iymondan emasligini, kofirga bosh ekkanning iymondan emasligini ham biladi. Mana bu iymon ularni maydonga chiqargan edi. Haq yo'lidagi da'vo ishqi ularga shahodat lazzatini his qildirgan edi. Barindagi jihad dushmanning ta'biri bilan aytganda qirg'inchilik bilan bostirilgan mag'lubiyat edi. Ular bizni mag'lub qildik deb jor selishdi. Ammo barin jihadi bu Xitoy tajovuzchilarining mangu g'olib kelolmaydiganligining eng ochiq dalili edi. Butun Sharq Turkiston xalqiga cho'qim g'alaba qildiganligimizning mash'ili chaqirqi bo'lgan edi. Chunki intiqom uchun bu jihatga qatnashgan, qatnashmagan qeri yosh ayol, hatto bo'shukdagi bovoqlarni mo qirib tashlashi Xitoylarning haqiqiy mag'lubiyati edi. Chunki ular qo'lida tayoqning sunuqi yo'q xalqni eng ilg'or qurollar bilan qurollangan minglagan askariy kuchi bilan bostirib qirgan edi. Ular hatto bo'shukdagi bolalardan mo qo'rqqan edi. Mana bu haqiqiy qo'rqinchoqlik. Mana bu haqiqiy mag'lubiyat. Shundoq barin jihodi qattiq bostirildi. Biroq barin jihodi orqali sonsizlagan kishilar shahodat sharbatini ichdi. Onu tuproq qon bilan bo'yilib, u tuproqlardan atrofga taralgan ishparning hidini purmagan bir Sharq Turkistonlik musulmon qolmadi. Hatto bu puroq texi dunyoga kelmagan bovoqlarga onalarning ruhlaridan singib kirdi. Bu ishpar puroqlari hatto dunyoning eng yiroq joylarida hijratda hijron azobida yashayotganlarga mo yetib bordi. Qalblarida shahid ishtiyoqi uyg'otdi. Mana bugun ham biz ana shu xush puroqni his qilmoqdamiz. Rabbim rost aytgandir, shahidlar o'lmas deb. Jihadinglar naqadar muborak bo'ldi iborin yigitlari. Izinglardan kelmoqda minglab, 10 minglab vatan o'g'il qizlari. Ko'tirib ay yulduzliq ko'k bayrog'ini, takbir bilan titratib osmon zaminni, qo'rqinch silib uxlatmay jallodlarning kunduz va kechasini. İmanlı qalblarga berding jihadning ruhini, haq davoning ishtiyaqini, shahidlikning ishqini. Jihadinglar muborak bo'lsin iborin qahramonlari. O'chmas, asla o'chmas. Bizlar va avlodlar bilan sizlarning jihadinglarning shonu shavkiti. Umidki Allah bergay hammamizga abadiy makon, Firdevs jannatini. Amin.